Sevgan 3 xil lip kombolarimni ko'rsataman. Tugab qolgan pomada va karandashlarimni tezgina borib Toshkent parfyumga yengilab keldim va sizlarga ham ko'rsatishga tayyorman. Chunki men uchun assortimenti eng katta magazin bu Toshkent parfyum. Dior'ni aynan mana shu rangi judalarda chiroyli. Raskoshniy qizil lablar uchun faqatgina ikkita qalam to'g'ri keladi. Imini mana shunaqa formada chizib ko'rmoqchiman. Juda kulgili ko'ryapti. Hozir bitta magiya qilamiz. Qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi menimcha. Makiyajdagi aksent na gubi aynan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Rozовый Barbie оттенкiga ega bo'ladigan lablar uchun 3 ta qalamim bor. Resnichka 337, Pupa 002 bilan labni полностью to'ldirib chiqamiz. Oxirgi shtrix bu blesk. Juda ham нежный оттенок kelgan ekan. Konfetkalarni miyatani hidi kelyapti. Uchinchisini Charlotte Tilbury va Chic produksiyasi bilan qilamiz. Charlotte Tilbury qalami bilan o'rtasini to'ldirib olamiz. Juda ham elegantniy rang chiqdi. Charlotte Tilbury Plumper blesk bilan oxirgi shtrixini qo'shamiz. Mana shu sevimli produksiyalarim ko'rsatgan rezultatga o'zingizlar baho beringlar va kommentariyada qaysi biri chiroyliroq chiqqanini yozinglar. Ishlatgan barcha mahsulotlarimni Toshkent parfyum magazinidan topishingiz mumkin. Undan tashqari samarqandliklar Samarqand parfyumdan topishingiz mumkin.